Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa beadad hamd va sano, payg'ambarimizga salot va salomlarimiz bo'lsin. Parvardigor olam butun bashariyatni qiyomatgacha saodatmandligini ta'minlaydigan muborak kalomda va ta'avanu alal birri vat taqwa va la ta'avanu alal ismi val udwan deb marhamat qiladi. Ey mo'min musulmonlar, bir yaxshilik, taqvo, toat yo'lida bir-birlaringizga yordamchi bo'linglar. Va la ta'avanu alal ismi val udwan. Gunoh bo'ladigan, dushmanchilik kayfiyatini tug'diradigan, bir-biriga insonni qirpichoq qiladigan joylarga bir-birlaringizga hargiz yordam bermanglar. Bir-birlaringizni yomonlikka qo'llab-quvvatlamanglar deb Alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi. Bu oyat barcha mo'min uchun, barcha shaxs va jamiyat uchun saodatmandlik kalitlaridan bo'lgan bir oyatdir. Demak, biz mo'min musulmonlar taqvo yo'lida, ya'ni Allohga bo'lgan ibodat, muhabbat yo'lida, yaxshilik yo'lida bir-birimizga yordamchi bo'lmog'imiz darkor. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlamog'imiz darkor. Ammo gunoh, ma'siyat, udvan degani dushmanchilik kayfiyatini tug'diradigan joyda bir-birimizga yordamchi bo'lmasligimiz, bir-birimizni bu holatda qaytarmog'imiz darkor. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom aytadilarki, unsur axoka zoliman aw mazluma. Birodaring zolim bo'lsa ham, mazlum bo'lsa ham unga yordam bergin deydilar. Demak, befarq bo'lma, bee'tibor bo'lma. Sahobalarga mana shu joyga savol tug'ildi. Ya Rasululloh, mazlumga yordam berishni bilamiz. Mazlumni qo'llab-quvvatlaymiz. Zolimga qanday yordam beramiz desa, uni zulmdan tiyasan, qilayotgan yomonligidan asraysan. Odamlar oralarida dushmanchilik, adovat urug'larini sepayotgan bo'lsa, o'shani qo'lidan ushlaysan, bu ishidan qaytarasan deb payg'ambar alayhissalotu vassalom aytadilar. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda, ommaviy axborot vositalarida ba'zilar odamlarni nafsoniyatlariga ta'sir qilib, ularga boshqalarga nisbatan dushmanchilik kayfiyatini uyg'otadilar. Bundan tiyilmog'imiz darkor. Bir joyga yordam berayotgan paytimizda u zolimmi, u mazlummi, uni ajrata olmog'imiz darkor. Bir kishiga moddiy yordam beramizmi, ma'naviy yordam beramizmi, moddiy va ma'naviy yordamni qayerga qilayotganimizni aniq, tiniq bilmog'imiz darkor. Bu joyda bir voqea, bir hodisani misol keltirmoqchimiz. Bu yil haj mavsumi davomida Haram-i Sharifda bo'lgan bir voqea. Ka'ba masjidida, Haram masjidida. Bizlar ko'pincha 90-eshikdan kirardik. U eshikdan ko'pincha ziyoratchilar, hojilar, mehmonlar kirishadi. Mahalliy aholi esa boshqa tarafdan kirishadi. O'tirganimda bir kishi, bir tilanchi saflar orasida yura boshladi. Tilanchilik qila boshladi. Tilanchiligida Falastinga yordam beringlar, Falastinga yordam beringlar deb tilanchilik qilardi. U yerda o'tirgan ajamlar arab tilini tushunmaydilar. Qo'llaridan kelgancha unga ba'zilar yordam berayotgan edi. Qarasam, u inson yo pokistonlik, yo bangladeshlikka o'xshadi. G'irt tilanchi. Oldiga bordim. Men dedim, sen agar Falastinga yordam berayotgan bo'lsang, uni qanday yetkazasan? O'zing qayerdansan desam, Falastindanman dedi. Men dedim, sen Pokistondansan yoki sen Bangladeshdansan? Chunki men u shaharlarda, u davlatlarga ta'lim olganman. Shunda men aytdim, to'xtagin dedim. Men seni hozir topshiraman dedim. Sen aldab odamlardan pul olyapsan dedim. Haramda, Makka masjidida odamlarni aldayapsan. Jur'ating shunga yetdi deganimni bilaman. Ko'zimdan darhol g'oyib bo'ldi. Shunaqa mendan qochdiki, endi haramda yugurib orqasidan yetib olish noqulay bo'ldi. Qaraylik, Haramda, Makkada bu jur'atga yetgan ba'zi novbakorlar bor. Yordam olib, boshqalarni iymonlaridan, e'tiqodlaridan, ixloslaridan, muxlisliklaridan foydalanib, ularni chuv tushiradigan odamlar bor. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ham moddiy, ham ma'naviy yordamlarga diqqat etmog'imiz darkor. Birinchisi moddiy yordamlar.
moddiy yordam bering, bu meni hisob raqamim deyishadi. Kim u? Qayerga uni qiladi? Yana uni olib o'zimizni ziddimizga ishlatmasin. Millat va mamlakatni zararga ishlatmasin. Ikkinchisi, ma'naviy yordamlar. Ijtimoiy tarmoqlardan ta'lim ba'zida olinadi. Ba'zida amru ma'ruflar eshitilinadi. Abdulloh ibn Muborak al-Marvaziyning buyuk va muborak so'zlari bor. Inna hadal ilma dinun fa'lamu amman ta'khuduna dinakum. Bu ilm dindir. Olinadigan ma'lumotlar din va omonatdir. Bu dinni, bu ilmni kimdan olyapsizlar? Bunga aniq ishonch hosil qilinglar. To ustozning, ilm berguvchining, ma'lumot berguvchining kimligini aniq va tiniq bilmasangiz, undan qabul qilmang deb Ibn Muborak aytgan ekanlar. Alloh taolodan so'raymiz-ki, Parvardigor hamisha barcha imkoniyatlarimizni din va diyonat, millat va mamlakat, ona diyor, muborak xalqimizning manfaatiga yo'llamog'imizni nasib va muyassar aylasin. Alloh bizlarni, diyorimizni, jannat makon o'lkamizni va barcha o'lkalarni, butun dunyoni panohi ismatida asrasin.